Assalomu alaykum do'stlar. Yapon tilida tana a'zolarini bugun ko'rib chiqamiz. Bosh atama, ko'z me, burun hana, quloq mimi, og'iz kuchi, panja te, qo'l ude, tizza hiza, oyoq ashi, tish ha. Bu yaponcha tana a'zolarini nomlari. Xo'p, agar men tishim og'riyapti demoqchi bo'lsam, qanday aytaman? Xo'p, og'rimoq yapon tilida itai. Hurmat shakli bilan des qo'shiladi. Des bu odamlarga hurmat shakli. Xo'p, tish ha dedik. Ha, ga, itai, des. Gani hozir so'ramay turasizlar, nima u, qanday u, nimaga qo'shilib qoldi deb hozircha sizlarga aytmayman. Faqat shunday aytganimdek bajarasizlar. Ha, ga, itai des. Des hurmat shakli. Kimgadir gapirayotganingizda hurmat shakli bilan des qo'shimchasi qo'shiladi har zamonda. Har zamonda emas, har doim. Xo'p. Atama ga itai des. Boshim og'riyapti, tishim og'riyapti. Shunday qilib, ba'zida bizda bo'lib turadi, ishga bormaslik, o'shanda boshlig'imizni ogohlantirish uchun aytishimiz kerak. Nimaga ishga kelmading deb ular so'ramasdan avval biz SMS jo'natib yuboramiz. Bizni bahonamiz tayyor. Yo tishim og'riyapti, yo boshim og'riyapti. Xullas shunday. Sizlarga maslahat bermayman.